bilan Akbar Altoyeva. Bugun sizlar bilan yangi ochilgan o'zbek server Rush Royale Roleplay o'ynaymiz. Bu o'yinda masalan o'zingizga do'stlar qidirishingiz mumkin. Bu o'yinda boyishingiz mumkin, pul topib ishlab. Yoki lider yoki katta sostav bo'lishingiz mumkin. Bu o'yinda liderlikka, adminlikka, katta sostavlarga joylar ochiq va Telegram kanalda konkurs bo'lib o'tadi. Hozir sizlarga Discord va Telegram akkauntni ko'rsataman. Mana bular, bu Discord server bo'ladi. Bu yerda mana server yangiliklari bor. Shu yerda bemalol Telegram chat, o'shanaqa Discord serverlarga bor. Keyin liderlikka, o'shanaqa katta sostavlarga, OPG lider o'shanaqalarga qo'shilsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga Telegram kanalda ko'rsataman. Mana shu Telegram kanal bo'ladi. Telegram kanalda mana ko'rishingiz mumkin. Konkurs bo'lib o'tgan, birinchi o'rin uy berilgan, ikkinchi o'rin 5/5 million. Xullas shunaqa bo'lib ketgan. Mana adminlar yutganlar mana shunaqa nima qiladi, videolar qo'yilib turadi. Mana endi boshladim adminlikni. Xullas maza qilib o'ynaydigan Royal Play'da. Kiringlar, silkasini opitsiyaniga qoldiraman yoki kommentariyada bo'ladi. Hammangizga omad.